Ketishga tayyorgarlikni bir kun oldindan boshladim. Salonga borib sochlarimni kestirdim. Bolam bilan Italiyada bemalol bu ishlarni qila olmayman. Bilasiz, bolamga qarab turadigan odam yo'q. Reysimiz obed payti edi. Nonushtaga sendvichlar zakaz qilib yedik. Tushlikka qaynotam boplab farg'onacha osh qilib berdilar. 2 chemodan oziq-ovqatni yuklab, oilamiz bilan xayrlashib, Rimga qarab yo'l oldik. Toshkentda maza qildim, lekin uyimni ham, o'rgangan joyimni rosa ham sog'indim. Samolyotda qizim o'ynashi uchun har xil puzzlelar sotib olgandim. 3 soat uxlab, 4 soat o'yinlar o'ynab keldim. O'zim esa 7 soat faqat sudoku o'ynab keldim. Hech qanaqa injiqlik, xafachilik bo'lmadi. Boshida uchishni yaxshi ko'rardim. Yosh bolali bo'lgandan keyin samolyot desa yuragim bezillardi. Chaqaloq paytdan ham o'tib oldik. Bemalol gaplashib, birga o'ynab ketadigan davrga ham keldik. Uyga borib joylashib, o'qishga, ishlashga qattiq bel bog'layman. Keyingi haftadan yangi guruhlarga dars boshlanadi. Aytgancha, qabulga ulgurib olmoqchi bo'lsangiz, profil shapkasiga havolada ingliz tili kurslarimiz bo'yicha ma'lumotlar bor. Ertadan yana dars qilish challenjlarini boshlamoqchiman. To'xtab qolish yo'q, dam olish yetarli bo'ldi. Endi davom etamiz. Agar siz ham o'z ustingizda ishlab, ilm olib, kitob o'qishni odatga aylantirmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'ling. Ertadan challenge birga boshlaymiz. Men bilanligingiz uchun rahmat.